Agar siz ham shunaqasini o'zingizga niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, hoziroq videoga bir dona like bosing, ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling. Bu uyimizda darvozaxonasi, kirorish qismimiz. Do'stlar, e'tiboringiz markazida 4 qavatlik yevro hovli turibdi. Ushbu hovlimiz zudlik bilan sotilyapti. Narxini video oxirida aytib o'taman. Undan oldin sizga hovli haqida ma'lumot berib o'taman. Podval bilan birgalikda 4 qavat, binolar maydoni 480 metr kvadratni tashkil etadi. Yer maydoni esa 4,5 sotixdan iborat. Kadastr hujjatlar notariusga tayyor. Ushbu hovlimizni ko'rib turganingizdek, tashqi qismi juda ham chiroyli ko'rinishda, zelyoniy zonalari mavjud va undan tashqari bu yerda basseyn ham bor. Hozir uyimizda ichkarisini ko'rishimizdan oldin avval podval qismini tomosha qilamiz va undan so'ng ichkarini sizlar bilan birgalikda sayohat qilamiz. Ketdik. Podvalga tushirish qismimiz to'liq kafilda. Bugungi uyimizda issiqlik sistemalari juda ham a'lo darajada qilingan. Hamma joyda issiqpol sistemasi bor. Xo'p, bu uyimizda podval qismi. Bu yerdan ham unumli foydalanish mumkin. Sport zalga, trenajyor zalga qilib yaxshigina foydalansangiz bo'ladi. Devorlarimiz kafilda do'stlar, hamma yoq kafilda. Gilamlar tashlangan va uyimizda maxsus kotelni xonasi. Bu yerda isitish moslamalarini ko'rishimiz mumkin, marhamat. Santexnik akalarimiz birdan tushunishi mumkin, qanaqa a'lo darajada qilinganligi ishlarimiz. Endi esa ichkariga marhamat. Bu uyimizda koridor qismi, kirorish qismi bo'ladi. Bu yerda bizni shkaflar, trimolar kutib olar ekan va o'ng tomonimizda uyimizda oshxonasi joylashgan. Oshxonamiz juda ham ideal, hamma mebel texnikalari joylashgan bu yerda. Bilasizlar, Mirzo Ulug'bek ko'chasida suvga svet etishim shart emas. Har doim 24 soat bor. Lyustralarni bitta ko'rsatib o'tsangiz. Uyimizda yashalmaydigan xonalarimizda kafil qilingan do'stlar, xonalarda esa laminat bo'ladi. Hozir biz bir boshdan mana shu xonalarni tomosha qilib chiqamiz. Uyimizda asosiy mehmonxonasiga o'tamiz. Birinchi qavatni tomosha qilyapmiz do'stlar. Marhamat, birinchi qavatda zal qismi mehmonxonasi. Bu yerdagi go'zallikka odamni ko'zi qamashib qolishi hech gap emas. Xo'p, zalimiz juda ham katta. Bu yerga bemalol mebel, yumshoq mebeldan keyin stol-stulga ham alohida joy qoladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda televizor tomonimiz dekorativ ishlov berilgan, televizor olib qo'yamiz, kartinkalar bor. Devorlarimiz attachenta, neoklassika uslubida ta'mirdan chiqqan va undan tashqari mana bunaqa chiroyli dekorativ kartinkalar ham ilingan devorlarimizga. Xo'p, menga eng yoqin tomoni mana bu derazalar fasoni bo'ldi. Buni qarang, qanday chiroyliligini. Juda ham chiroyli tushgan. Fantaziya juda o'ta yuqori darajada. Hozir navbatdagi xonalarni ko'ramiz. Bu yerdan hozir birinchi qavatdagi umumiy sanuzilni ko'rib chiqamiz. Sanuzillarimiz ham to'liq kafilda, devorlar, oyoqdagilar kafil qilingan va navbatdagi xonamiz bu yerda bitta yotoqxona joylashgan. Uyimizda yosh katta hojona hojatlarimiz bo'lsa, bemalol mana shu xonani ajratib qo'ysak bo'ladi ularga. Duxspalni kravat qo'yilgan, shkaflari bor, devorlarimiz oppoqqina rangda. Juda ham chiroyli ko'rinishda. Mana bu joyga nima deb o'ylaysizlar? Buni qarangizlar. Zinani tagidan mana shunday qilib unumli foydalansa bo'ladi. Yashil zona. Uyda ichidagi yashil zona. O'rmon bo'lib yozibdi. O'rmon gap bo'lishi mumkin emas. Buni podsvetkasi ham bor ekan, hozir yoqolmadim men. Svet yoqilsa yanada ham chiroyli bo'ladi. Ketdik, yuqori etajga chiqamiz. Zina bo'ylab chiqqanimizda do'stlar, mana bu yerda chiroyli kartinkalarni ko'rishingiz mumkin va bu yerda ham yashillik, dekorativ ishlov berilgan devorlarimizga. Hozir ikkinchi qavatni tomosha qilamiz, o'rtoqlar. Ikkinchi qavatimiz ham juda ham chiroyli ko'rinishda. Bu yerda to'liq spalniyalar, ya'ni yotoqxonalar joylashgan. Bu ikkinchi qavatimizda hol qismi. Bu yerdan ham unumli foydalanamiz, mebellarni qo'yib. Bu yerdagi ikkinchi etajdagi balkon bo'lyapti. Kichikroq balkon bo'ladi va 3-qavatimizda do'stlar terrasa bor, juda ham katta terrasa bor. Penthouse. Bu yerda ham xuddi shunday balkonlik eshigimiz joylashyapti. Endi bu yerdagi xonalarni ko'rsataman. Video sal cho'zilishi mumkin, lekin oxirigacha tomosha qilsangiz arziydigan videolardan biri. Xo'p, bu uyimizda yotoqxonasi do'stlar. Bu xonani o'zida alohida dush bor, sanuzili bor va mana bu joyi ham juda ham chiroyli ko'rinishda. Bu romlarni fasonini qarang, qanday go'zal ko'rinishda bo'lib turibdi. Yaxshi sifatli materiallardan foydalanilgan va mana bu tomonda boya aytib o'tdim, dushi joylashgan. Bugungi uyimizda bir 6 ta sanuzil bo'lsa kerak o'rtoqlar. Endi navbatdagisini tomosha qilamiz, marhamat. Bu yerda ham bitta spalniya joylashgan, bu yerda mebel yo'q, tayyorlab qo'yilgan va bu yerda ham mana o'zining alohida dushi bor do'stlar. Ketdik. Navbatdagi xonalarni ko'ramiz. Marhamat. Bolalar yotoqxonasi bo'lsa kerak, adashmasam, kichikroq spalniya bo'lyapti. Devorlar to'liq attachentada hammasi va umumiy sanuzil, ikkinchi qavatdagi umumiy sanuzil mana shu joyda joylashyapti.
Endi 3-qavatga ko'tarilamiz do'stlar. 3-qavat men uchun shunchaki bomba ekan. Bilmadim sizlar uchun qanday. Hozir buni tomosha qilamiz. To'g'risini aytsam do'stlar, ushbu uyni ta'riflashga men juda ham qiynalib qoldim. Shunchaki go'zallik ko'p bu yerda, bularni hammasini ta'riflab bera olmayapman. Mana bu restoran turishini qarang. Noodatiy, hamma narsa noodatiysidan foydalanilgan, juda ham go'zal, juda ham. Hozir bu yerda ikkita spalnya bor ekan, shularni ko'ramiz va undan so'ng verandaga chiqamiz, terrasasiga. Marhamat. Juda did bilan ta'mirlangan, o'ta yuqori daraja sifati. Va bu ikkinchisi. Marhamat. Ajoyib. Endi menga eng yoqqan joyini ko'rsataman sizlarga hozir. Bu uyimizda terrasasi bo'ladi. Mana sizga uy do'stlar. Ham kvartira, ham hovli, ham penthouse, ham townhouse, hammasi ichida. Hammasi bitta ichida bo'lyapti. Mana bu joyga necha qo'ydingizlar? Meni eng sevimli joylardan biri bo'ladi. Bu bilasizlarmi, yozda kuniga shunaqa asqotadi sizlarga. Stol qo'ysangizlar, bu yerga maza qilib bu yerda yozda kuni ovqatlanib suhbatlashishingiz mumkin. Toza havo, manzara, mana shaharning qoq markazi bo'lyapti do'stlar. Mana shu yerdan sizlarga lokatsiyani tushuntirib o'taman. Mirzo Ulug'bek ko'chasi. Bu yoqqa yursak, pavorot bir qadam, bu tomonga qarab yursak, Bog'i Shamol bir qadam, Bog'i Shamolning pavoroti o'rta hududida joylashgan. Zafar choyxonasini menimcha hamma biladi. Samsung Center magazinini hamma biladi, UMS kompaniyasini hamma biladi. Mana shu o'rtaqlarda joylashgan eng markazlardan bittasi hisoblanadi. Endi narxini aytib o'taman do'stlar. Buni narxi nech pul deb o'ylaysizlar? Mana sizlarga savol. Hozir aytaman men sizga narxini. Narxi $390,000 edi. Hozir xonadon egalariga pul kerakligi uchun arzon narxda, ya'ni narxi tushirilgan holatda $370,000 dan savdo qilinadi. Shunday ekan, foydalanib qolamiz. Juda ham zo'r imkoniyat. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Uyimiz faqatgina narx asosida sotiladi. Shoshilamiz va mana shunaqa uylarni niyat qilganlar bir dona like bosib, kommentda faol bo'lamizda. Eng yaqin insonlarimizga mana shunaqa chiroyli uylarni jo'natib qo'yamiz. Hammaga rahmat, hammaga chiroyli uylar nasib qilsin do'stlar.